Bizda svet yo'q. Lekin mamnunga o'xshagan maxluqchalar kelib turibdi. Mana bu pultdan qo'yish kerak ekan. Hop. Keyingi masalasi bular gulushtilni uzib olishdan charchamayapti. Biza pulga remont qilib berishdan charchamaymiz. Tegini shpilkasini uzib olgan. Tegidan prям. Kim qanaqa yechadi buni? O'tib ketsin. Motori yechib oladimi yoki galovkani yechib oladimi? Kim qanaqa qiladi? Kommentda kutaman hammani. Rahmat. Shu bizda svet yo'q. Lekin men bunaqa ajinalarni ochyapman hali ham. Pobedani qo'yib qo'yganimcha big xo'rin. Bir nimalar qilib tashlashdi xullas. Bunda bo'layotgan ishlar plus to'g'ridan to'g'ri tortgan postoyanno tok yeb yurganman bu relay nima xullas o'sha buzib tashladim. Men karburator olib tashladim. Kerak emas bunga. Chunki bunaqa yurgandan ko'ra bu ahvolda yurgandan ko'ra yurmagan yaxshi. Biraz ishi davom etyapti. Hali men bu bundan qo'yilishi kerak bunga. Oxirida qo'yib yuboramiz. Birinchi mana bu mayda-chuyda ishlarni tugataylik. Gulushtil teshiga shu bitta shpilkasi yo'q. Yozib ketaylik, kim qanaqa yechadi buni. Talovkani ko'taramizmi, motorni yechamizmi?